Assalomu alaykum din birodarlarim, azizlarim. Hammalar sog' salomatmisizlar? Ro'za ayyomlari, qadr kechalari hammamizga xayrli bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin. Buvijonim o'gitlari kanali ochilganiga mana 4 yil bo'libdi. Bu davr mobaynida sizlar bilan g'oyibona suhbatda bo'ldik. Sizlarga shunchalik o'rganib, bog'lanib qolganmanki, agar biron muddat kanalga kirolmay qolsam, bezovtalanib turaman. Kanalga biron savol kelib qoldimikin, uni javobini topolmay qiynalib qolishmadimikin degan fikrlar miyamda aylanadi. Chunki men bilamanki, kanalimizda turli yoshdagi onaxonlar, kelinchaklar, qizchalar bor. Men sizlarni hammanglardan xursandman. Har xil menga xabarlar tashlaysizlar. Men ularni hammasini birma-bir o'qib chiqaman. Ko'p javob yozgim keladi, lekin bir xil payt vaqtim yetishmay qoladi. Onaxonlar mana, onaxonlarimiz bir umr ishlab, bola chaqa boqaman deb, halol mehnat qilib, farzandlarini hammasidan qutulib, mana endigina namozga kirayotgan ayollarimiz bor. Men ularni qadrlayman, hurmat qilaman. Yana yosh qizchalarimiz bor. U qizchalarimizni savollaridan ma'lum. Buvijon, yuzga fotiha tortish nima degani degan savollar kelib qoladi. Shundan bilamanki, ular hali juda ham kichkina qizchalar. Yana ularni shunaqa yaxshi ko'rib ketaman. Men shunaqa kichkinagina bo'lib turib shular namoz o'qishni o'rganyapti deb juda ham ulardan xursand bo'laman. Ilohim hammalarini ilmlari ziyoda bo'lsin. Ayniqsa mana Covid paytida bu kanal ochilgan. Meni maqsadim o'sha paytda nima edi? Musofirchilikda yurgan qancha ayollarimiz bor, qizlarimiz bor edi. O'sha paytda ularni hammasi uyda o'tirib qolishdi. Tag'in ular o'zga yurtlarda, yonlarida na buvilari, na onalari, biron yaqinlari yo'q ularga namozni o'rgatadigan. O'shalarga ozgina yordam bo'lsin, shu kanal orqali loqal namoz o'qishni o'rganishsin deb shu kanalni barpo etdik. Alhamdulillah, ko'pchilikdan yaxshi javoblar oldik, rahmatnomalar eshitdik. Hammanglarga rahmat. Shunaqa befarq bo'lmasdan shu kanalga kirib, o'rganib, yana rahmatli etganingiz uchun sizlardan minnatdorman. Endi ba'zan menga shunaqa savollar keladiki, ba'zan o'zim ham javob berishga qiynalib qolaman. Keyin internetdan izlanaman, ustozimga savol beraman, ulardan javob olib, keyin sizlarga javob qaytaraman. Men noto'g'ri javob berib qo'yishdan sizlarga juda ham qo'rqaman. Agar noto'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, shu paytgacha bergan javoblarim noto'g'rilari chiqib qolgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Allohim o'zi meni kechirsin noto'g'ri qilib qo'ygan ishlarim uchun. Lekin men juda ham xohlaymanki, sizlar shu kanaldan namozlarni mana o'rganganinglar, menga ham savobi yetadi inshaalloh. O'rganib, yana ilmlarga kirib, olimalar bo'lib ketsanglar, men bundan juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Endi men sizlarga javob berishdan, javob yozishdan hech qachon erinmayman. Chunki men o'zimni shunaqa his qilamanki, men bitta buvijonman. Meni yonimda hech narsani bilmaydigan nevaram o'tirgan bo'lsa, u namoz o'qishni hali bilmaydi. Ilmiy, diniy ilmlari yo'q. Men uni oldimga olib, yengillik bilan qiynamasdan, dinni chiroyli ko'rsatish uchun soddagina, oddiygina qilib,
tushuntirib o'rgatishni xohlayman. Sizlar bilan ham xuddi shunaqa muomalada bo'lgim keladi. Ba'zan biron narsada xato qilib qo'ysam, Alloh meni kechirsin, sizlar ham meni kechiringlar. Bir-birimizni qadrlaylik. Shuning uchun sizlarga yana bitta o'gitim, buni hammanglar o'zinglar bilsanglar ham, yana sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Mana qadr kechalari boshlandi. Qadr kechalarini Ramazon oyini oxirgi 10 kunligini toq kechalaridan qidiringlar deyilgan. Mana ayniqsa bugun 26-dan 27-ga o'tar kechasi kitoblarda ham qadr kechasi deb keltirilgan. Shuning uchun shu bugungi kunni g'aflatda o'tkazmasdan, bedor bo'lib, iymon, e'tiqod bilan ibodat qilib, xushu bilan namozlarimizni o'qib, Allohga duolar qilib, ibodatlarimizni qabul qilishini o'zidan so'raylik. Agar shu bugun kunlarni o'tkazib yuborsak, yana qadr kechasi qachon keladi? Yana 1 yildan keyin keladi. 1 yil vaqtimizni bekor o'tkazgan, ketkizgan bo'lamiz. Shuning uchun sizlarga yana bir iltimosim, shu bugun tunni ham bedor o'tkazinglar, ibodatda bo'linglar. Biron qiynalgan savollaringiz bo'lsa, bugun inshaalloh men sizlar bilan birgalikda ibodatda, birgalikda hamkorlikda bo'laylik. Men sizlarni hammanglarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sizlar bilan yaxshi zamon, yaxshi makonlarda uchrashib qolishimizni Alloh nasib etsin. Agar bu dunyoda ko'rishmasak, inshaalloh u dunyoda jannat bog'larida birga bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Sizlarni Allohga omonat qilib topshirdim. Har doim duoyimda sizlar uchun duoda bo'laman. Salomat bo'linglar.